Toshkent shahrida boks bo'yicha o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionati qizg'in va murosasiz bahslar bilan davom etmoqda. Musobaqa o'zining hal qiluvchi pallasiga kirib, ishtirokchilar chorak final janglariga kirishdi. Bu bosqichda yurtimiz sharafini himoya qilayotgan 15 yoshli bokschilarimizdan 10 nafari ringga ko'tarilib, yarim final yo'llanmasi uchun kurash olib bordi. Boks bo'yicha o'smirlarning 2 yosh toifasida ishtirok etayotgan Osiyo chempionatining ayrim uchrashuvlari murosasiz ko'rinish olmoqda. Saralash bosqichidagi ayrim janglar finalga xos tarzda kechyapti. O'z navbatida muddatdan oldin raqiblarini taslim etayotgan bokschilar ham ko'p. Osiyoning yetakchi boks maktabi vakillari ana shu zaylda raqiblarini taslim etib musobaqani davom ettirish imkoniga ega bo'lyapti. Xalqaro toifadagi hakamlar esa uchrashuvlarni yuqori saviyada boshqarib borishyapti. Ular orasida hamyurtlarimiz ham bor. Hozir janglarni ko'rib boryapmiz, vaqtlarni mana taqsimlab boryapmiz. Hammasi yaxshi ketyapti. Bolalar yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan. Kelajakda jahon chempionati yoshlar o'rtasida olimpiada o'yinlari bo'ladi. Shu musobaqaga saralab tayyorgarlik ko'rishadi, xudo xolasa. Muddatdan oldin uchrashuvlarni o'z foydasiga hal etayotgan sportchilar orasida O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham o'rin olgan. Kichik o'smirlar tarkibiga jalb etilgan Shamshod Komilov 33 kg qirg'izistonlik Aryet O'raboyevni 3-raundda taslim etdi. Komilov bokschilarimiz orasida dastlabki yarim finalchiga ham aylandi. Atletlarimizning ishtirokiga mehmonlar ham yuqori baho bermoqda. 37 kg vazn toifasidagi vakilimiz Fayozbek Noraliyev ham chorak final bahsida ringga ko'tarildi. U tojikistonlik Muhammad Qodirovga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Yarim finalchilar safiga qo'shildi. 43 kg Adiz Ilxonbekov, 46 kg Mansur Abduhamidovlar ham chorak finaldagi uchrashuvlarni o'z foydalariga hal etishdi. Ana trenerlarimni zadanalari bilan xudoga shukr birinchi bo'lib yetib oldim. Hindistonlik sportchi xudo xolasa shunga nasib qilib turibdi. Va'da beraman chempion bo'lishga. Imkoniyatni boy berayotganlar ham yo'q emas. 35 kg Doston Komilov chempionatni chorak finalda yakunlashga majbur bo'ldi. Chorak final uchrashuvlari 11-mayga qadar davom etadi. Yarim final janglari 4 kun davomida tashkil etiladi. Shundan so'ng esa final uchrashuvlari boshlanadi. Abdulaziz Qurbonov, Nasrullo Xayrullayev, Sport.